Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Qorasuvdagi obyektimizga keldik. Xudo xolasa bu obyektimiz 150 kvadrat. Ko'pchilik so'ragan holati penoblokka ham qilsa bo'ladimi deb, penoblok mana xudo xolasa qilsa bo'ladi. Oralarni quriladi, keyin qoziq qoqiladi. Xuddi shunday. Qoziqni ichiga qoziqni qaytib chiqarib turib, xuddi shunday bo'lib turib, pena qo'yib, samirezlab qo'yiladi. Nolini ham to'qib olganmiz, xudo xolasa. Bu yana shogird bola nolini to'qiyapti. Nolini to'qib olganimizdan keyin yo'nalish chiqargandan keyin cho'nlikni dakansiz urishni boshlaymiz. Chunki bu yerlar o'ta qiyshiqroq ketgan. O'ta shunday qilib nazarda tutib olamiz. Buni chiqayotgan sababi tunikafon jitcha burchagini hisobini olmagan. Ashuna hisobiga burchak qilib to'g'rilab ketyapmiz. Buni so'qinni alohida chiqaramiz. Har doimgidek chiqara olmaymiz ekan, chunki betonini jitcha qiyshiqroq qo'yilgan. Iloji boricha to'g'rilab chiroyli qilib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqsa bo'ladi. 24 ga 7 xizmatdamiz.